Aravan rayoniga qarashli Allanarov aylik hukumatida bugungi kunda biz 5 ayil bor. 5 ayil bor, 19200 elimiz bor, 3200 xo'jaligimiz bor. Bizning elimiz negizin dehqonchilik bilan alaktenet. Biz datasiyadan chiqqan aylik hukumatlar qatorida turamiz. Qarabasdan bizning bu yil 2023-yil madaniyat ayligimizda жергиликтүү byudjet esebinden 17 milyon tegereginde 60 o'rinlik balдар bog'chasini bitirib ochdik bugungi kunda. Andan tashqari koyka koreyskiy dolbor menen 3 ayligimizga maktabga cheyin balдар bilim oluu mekemesini bag'ini bilim uyumlarini qurdik. Har bir $40 ming dan $120 ming shu koreyskiy andan tashqari shu koreyskiy dollar bilan hozir 3 ayligimizga mini futbolni polelarni faollashtirib turibmiz. 70% жұмыштар atqarilib bitdi. Ular 6 million so'm ақша qarajati bo'lib berdi. Biz жергиликтүү byudjetdan bizning deputatlarimiz жергиликтүү byudjetdan 6 million 700 million ақша qarajati bo'lib berdi. Biz birgalikda 50%, ular 50%, biz qilib 3 mini futbol arenasini qurib bitirishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari biz Eminjonov ko'chasiga yo'llarni kengaytirib, trotuarlarni jasab, eldi yordami bilan andan tashqari byudjetdan yo'l dolbor bilan bitirdik shu yo'llarda. Musorniy mashinalar bo'yicha so'ylab ketsam, sizlar ko'rgan musorniy mashina, ana suv sevich mashinani lizingga, Ayil bank orqali lizingga oldik. Şu andan tashqari demochilar orqali dag'i bir musorniy mashina chiqindi chiqaruv mashinani demochilar orqali olib жұмышқа qo'ydik bugundan tashqari. Dag'i balдар bog'chasi bo'yicha Qoryontoq ayligimizga dag'i 60 o'rinlik balдар bog'chasini жергиликтүү byudjetdan qo'llashtirganmiz. Ош облусунун Араван районунун Алла-Анаров селолук совети Алла-Анаров айыл өкмөтү болуп 1996-жылдын 28 октябрь айында түзүлгөн. Алла-Анаров айыл өкмөтүнүн жалпы аянды 13726 квадрат километр. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 750 метр бийиктикте жайгашкан. Областын борборуна чейин 35 километр. Айыл өкмөт райондун борборунда жайгашып, түндүк батыш жактан Санталатхан Юсупова айыл өкмөтү менен, түндүк чыгыш жактан Керметоо айыл өкмөтү жана түштүк жактан Маңгыт айыл өкмөттөрү менен чектешет. Алла-Анаров айыл өкмөтүнүн карамагында 7 айыл кирет. Алар Араван, Атчы, Жаңы Араван, Карабулак, Бактаабад, Маданият жана Сасык Үңкүр айылдары. Bugungi kunda Allanarov aylik hukumatidagi ayillarda o'quvchilarni aqsiz tashib o'tamiz. Biz Tumen oblastida migrantlarni uyushtirib 2 жаңы avtobus olib kelganmiz. O'sha 2 жаңы avtobus maktablarda aqsiz bolalarni teylab o'tadi. Bizning ayilda bugungi kunda har bir ayilimizda odamlar tashuvchi taksilarimiz 30 so'm, 40 so'm, 50 so'mgacha cheyinchib ketdi. Shuni elga bir ыңгайлуу shart жаратуу maqsadida bizda muhtoj uy-bulolarda bor. O'shuning uchun biz bir demochilar uyushtirib, shunday bir Damas taksilarni, munisipalniy taksilarni uyushtirganmiz. Gaz menen. Ular bugungi kunda har bir ayilga 10 so'mdan qatlab o'tadi. Qay yerga borsa da 10 so'm, tushib chiqsa 10 so'mdan qatlab o'tadi. Elga kichkina yordam qilib maqsadida. Ana ko'chalarimizga bugungi kunda tungi jarg'ishlar o'rnatdik. Anadagi местный byudjetdan demochilardan esebinden qilib bugungi kunda har bir ko'chalarimizga tungi jarg'ishlar o'rnatib, Tashqari prezidentimiz Sardor Muqashevning 56-jarligi bo'yicha mana yo'llarni iretga keltirish maqsadida mezonsiz qurilgan qurilishlarni iretga keltirib, bugungi kunda 28 mezonsiz qurilgan savdo tuyunlarini buzib, yo'llarni kengaytdik. Elga shart tuzib, ayaldamalarni qurdik. Ayaldamolarimiz to'liq byudjetdan emas, shu demochilarni uyushtiruv bilan to'liq bo'ldi. Mana bu yil ikki yarim yil bo'lib o'tadi, hatto kelganiga. Buni ayrim hukumatsiz bosh shu narsani Bishkekdan olib kelib qurib berdi. Summasi $14,500 bo'lar ekan. Hozir mana shuni endi hozir har kuni elga 3 soat 4 soat suv chiqarib beradi. 1 litr suvimiz
50 tenge to'g'ri keladi. 50 tengdan ana shu yerdan olib ketishaveradi. Barchaga rahmat aytib o'tadi. Ayrı hükümetimizga, Mamirjon Qodirovga. Bizning bala bog'chamiz Madaniyat balдар bog'chasi 2022-yili qurilishga berilib, 2023-yil oyoqladi. 2023-yildan 1-iyunidan açılıp işe düşürüldü. Bizden bala bog'cha 60 o'rindu. Hazırda 55 bala tarbiyalanıp жатат. 4 tarbiyachi işteydi. Bizden bardıq bala bog'chamizda bardıq şartlar tüzülgön, innovatsionный дағы şartları бар. Ошого биздин чоң ыраазычылыгыбыз айыл өкмөт башчысына бизге берген жардамдын бардыгына рахмат. Yer meselesi bizde 58 gektar yer transformasi bo'lib kelgan. Andan chiqarib selovoy bayagınday Sokolovlar o'tgan yerlar chiqdi. Bir 20 gektar tegeraginde yer transformasi 383 tam joy dayardalib proyektlari. Bugungi kunda shu muhtoj yurtlarga 177-to'xtom bilan ko'zimiz qilib turib, yer komissiyasi tarafidan ellarga tam joy beruvni boshladik. Biz Жаңғыраван айылына Абылқасымов мектебіне zamanla bir spor zal жоқ эле. Ошону жергиликтүү бюджеттен киргизгенбиz. Бүгүнкү күндө документтер даярдалып, экспертизага жөнөтүлдү. Андан тышкары мына Пактабад айылыбызда детсатыбыз эскилиги жеткен эле. Ошол жерге дагы 60 орындык жаңы заманба балдар бакчасын куруу максатында проекттик сметалары даярдалып 17 milyon son tegereyinde ekspертизага тапшырылды.